shu avariya bo'lib ketganda qo'rqib ketganman-da. Shundan keyin bir 2 oylar o'tdi. Ro'za oyi edi. 2018 ro'za edi. O'sha paytlar bahormidi, yozdamidi? Yoz edi, rosa issiq edi. Mahalladan sestiralar keldi, aynalib yurishgan ekan. Qon olib tekshirishga chiqishgan ekan. Keyin soat 11larda bizga keldi. Men aytdim, men ro'zamni ochibman, qo'yinglar, buzmalasam. Yo, shuncha vaqt o'tib keldi, saharlikdan keyin bunday deyib qo'ymay yotib olib ketdi. Olovdi. Ertasiga keldi, Nasiba opa, sizda sal o'zgarish bor dedi. Nima o'zgarish desam, sahrlaring nima dedim. Desam, shu qonda bir ana bo'lsa shunday bo'ladi dedi. Yo'q, bizda avlodda unaqa kasal yo'q. Onam shu davlinada 78 yoshida o'tgan. U ham to'satib anundan bo'lgan, o'zidan o'zi esa bo'lganda onam ham 90 ga kirarmidi. Dadam mana 96 ga kirdi, hali bor. O'shanda aytdim, yo'q, bizda unaqa kasal yo'q. Dadam hali yaxshi yuribdi, unaqa demanglar desam, keyin qo'ymay yotib, boring dedi. Ha, bo'pti, boraman dedim-da. Ro'zani tugatdim, hayit o'tkazdim. Endi hayitda xohlagan narsamizni yedik, ichdik, nima qildik. Keyin dadasi aytdi, "Befarq bo'lmang, sizdan nima ketdi, baribir o'lchatib ko'ring" dedi. Keyin borib o'lchasam 7.2 ekan. Dedim-da, keyin doktorga kiring dedi. Keyin dadasini jo'rash yerda ishlar, shunga kirdim-da, shunaqa bo'pman men. Aka desam, hech narsa qilmaydi, yaxshi bo'lib ketadi, endi boshlanibdi, hech narsa qilmaydi dedi. Keyin ertasiga mana qo'shnimiz terapiya vrach, bunga bordim. Borsam, u dedi, bu dedi, keyin rosa ko'p yig'ladim. Ha, siqilib, endi sahr bo'lsa o'ladi deb eshitdim. Endi men bolalarimni uylab jiylaman deganimda o'lib qolamanmikan? Rosa xafa bo'lib yig'ladim. Men 4 qizni chiqarganman, 2 o'g'lim bor. Shular uylash kerak, jiylash kerak deb rosa xafa bo'ldim. Men qo'shni qancha siqilsangiz shuncha chiqadi. Meni rosa ko'niktirishga harakat qildi. Keyin yurdim, taqdirga tan berdim. Dori berdi. Siyafol yozib berdi. Keyin dadasi shunda ham ona qamatga ketdi, Gulistonga borib, Gulistonni tekshirtiring dedi. Gulistonga bordik, yana picha ko'tarilibdi, 7.3 mi 4 chiqdi. Keyin u kishi ham rosa so'rab surishtirdi. Buni turlari ko'p dedi. Birinchi analari gendan kelib chiqadi. Yo'q, gendan unaqa narsalar yo'q, yomon kasal dedim. Nima bo'ldi? Oilada siqilishmi, janjalmi yo'q, oilam ham tinch. Shunaqa avariya bo'lib ketdi. 2 oydan keyin shunday bo'ldi desam, ha, sizniki qo'rquvdan kelib chiqqan. Xavfli emas, o'zingizga e'tibor berib, tarbiyalab, parhez qilib yursangiz yaxshi bo'lib ketadi dedi. Keyin u kishi ham dori yozib berdi. Bu paytda ham oriqlab ham ketdingiz? Juda ariqlab ketganman. Xo'p, qarayib 84 kilo, 85 kilo chiqardim. Juda ozib, qorrayib ketgan. Qo'shnilarim nimcha bitibsiz dedi. Ro'zaniki bo'lsa kerak-da, bilmasam deyardim. Keyin bilganimdek rosa tushkunlikka tushib qoldim. Endi bundan qanday chiqib ketaman deb. Keyin u больницаga borib davolandim. 3 oyda. 3 oy o'tgandan keyin bu yoqqa borib yotqizadi o'g'lim dadasi. Yaxshi 3 oy yuraman, 3 oydan keyin yana o'sha holat. Holsizlik, yotqizishga. Charchab, asab. Chanqash ham bo'lganmi? Chanqash juda ko'p. Hojatga ko'p borish. Ha, ular bo'lgan. Uyqusizlik. Uyqusiga ayniqsa oqshom uxlamay, bir uyqum ochilib ketsa, tonggacha ham uxlamay qo'yardim. Shunaqa qilib yurdim, davolarni boshqa qilib keyin shuna Umidjonni kanali ko'rib qoldim. Uni ko'rib, kuzatib yurdim. Bir kun sizlardan bir ayol gapiryapti. Nechiga ham kirganman dedi. Mana men o'tirib qolganman, oyoqlarimni ko'tarib ola olmasdim. Rosa qiynalardim dedi. Uyimdek tepalik ekan, zinalardan chiqib tushib ko'rsatdi shu ayol. Namanganlik. Men oyoqlarim og'rib yuraman, g'alg'irdim. Bundaqa tekis yo'lda yurishgan. Mana endi pilapoyalardan bemalol chiqib tushyapman. Yurishlarim yaxshi. Hech qiynalgan joyim yo'q. Hech qachon ikkilanmaydi, elib ichini mana zo'r yugurib ham tushib ko'rsatibman. Necha kun bo'ldi? 20 kun bo'ldi. Shu bugun 21 bo'lsa, 21-kun. Mana shunda shunchalik holat. Rosa ham yaxshi, chiroyli. Juda qiynaladi. Masaladan chiqib tushish uchun mashinalarni tortinib, mashina qilib chiqib tushardim. Ay endi buni ushlamayman ham yaxshi xotirjam, juda chiroyli bo'lib chiqib tushyapman.
Tan jonlaringni sog' bo'lsin. Ikkilanma elvichina deb ko'rib o'tganlar. Rosa chiqib ko'rsatdi. Men aytdim 70 ga kirgan ayol ichib yaxshi bo'pti. Keyin undan keyin yana bittasi chiqdi. Men dedi insulin olardim dedi. Mana insulindan chiqib ketdim dedi. 2016-yilda bo'g'imlarimda og'riq boshlandi. Mana shu kistozapiyastidan boshlab tirsagimga o'tmagan. Barmoqlarim va bo'g'imimda boshlangan, og'riqlar boshlangan. Lekin mana shu narsa shu stop diabetdan, no diabet va stop diabetdan shundan xolos bo'ldim men. Juda ham effekti yaxshi bo'lgan. Insulindan chiqib ketganman. 18 insulin olardim, chiqib ketganman. Farsiga ichardim 10 mg, 5 mg ga hozir tushirdim. Sefortni ham 850 ligini 2 bo'lib ichaman. Uni ham kamaytirganman. Siz qayerdansiz xolos? Toshkentdan. Toshkentdan. Yaxshiman. Alhamdulillah yaxshiman. Boya Sharofatxon aytganlaridek hayotga boshqatdan qaytyapmiz hammamiz. Ishonmayotganlarga nima degan bo'ladi? Ishonmayotganlarga ishonishsin. Ishonmaslikka sabab yo'q, chunki shuncha odam ta'kidlab turibdi-ku. Biz sotilmaganmiz bu pulga. Biz o'zimizdan sinab o'tganmiz bu narsalarni. Hamma aytib turgan narsaga nega ishonishmaydi? Bizani ko'zlarimizga boqishsin. Agar ona qizalaring bir kun bo'lsa ham ertaroq olib ichinglar maslahatim deb u kishi rosa, lekin bir 2 oy kuzatib yurdim-da shularni hammasini. Ikkilanib. Ko'p olib ichganman-da, ana Ganoni, anosini ham 2 Har xil firmalar dorisini ichganmisiz? 2 yil ichdim. Keyin Gerbalay degan bor edi. U Gerbalaydan 3 yil ichdim. Shunda ham hech anasini bilmadim. Yo'q, pasayardi. Vaqt o'tsa yana ko'tarilib ketaverardi. Keyin shular kuzatib, men aytdim, men ham bir ana ko'raymi ekan dedim-da. Aytsam ekan, giyohlarni ichib ko'rdim-ku dedim. Keyin o'g'lim bilan xo'jayinimga aytsam, o'g'lim aytdi, onaxon dedi, anasi bo'lsa siraz olib iching dedi. Ayting dedi, olib kelaversin dedi. Keyin qo'y o'zi yaqinda to'ydan chiqqan edi, ayting dedi. Keyin gaplashdim, telefon qildim, nomerlar har doim chiqadi-da. Kelinimga terib ber dedim, kelinim terib berdi, gaplashdim. Ma'lumot berishdi. Bir doktor otam esimdan chiqib qoldi. Abrorjonmidi, shunday deb O'tkirbekmi? Shu bilan gaplashdim. Keyin gaplashgandan keyin nimani anolar bor dedi, shunday menda shunaqa dedim. Ichaman deb ana qildingizmi? Ichayin xudo xolasa deb ana qilaman desa, ertasiga yetkazib olib keldi. Olib qoldim, ichdim, yurdim. Keyin olib kelgandan keyin vrach telefon qilib ichishni tushuntirib berdimi? Nasib opa bordimi dedi, keldi, mana oldimdan keyin hammasini aytib, tushuntirib berdi. Har hafta telefon qilib so'raydi. Juda ham yaxshi bola, baraka topsin, ish qilib. Sizlar ham shular qatorida baraka topinglar, omadlaring bersin. Ichishni boshladingizki? Ichishni boshladim. Bir 15 kunlar o'tgandan keyin yengil bo'lib, hech kun shunday yostiqqa tegsa uxlab qolaman. Shu bilan ertalab turaman, turib nevarlar bog'chaga jo'nataman. Bu yoqqa огородlar, o't-o'tlarga kirib qoldim. Hozir o't bosib yotadi, e'tibor bermay. Keyin qarasam, kundan-kunga yengil bo'lyapman. Keyin 1 oy o'tdi, 2-oy o'tgandan keyin bansiga bordim. 1 oy to'liq ichmagandan keyin borsam, o'zim o'lchadim. O'lchab ko'rdim, 5-4 chiqdi. Dedim, bo'lish mumkin emas dedim, o'zim. Hech 5-4 bo'lmagan, qanday bo'ldi ekan? Keyin ertalabda bansiga bordim. Bansiga borib, men to'shni tomirdan chiqadi. Tomirimdan topshirsam, undan ham 5-4 chiqdi. Keyin doktor Nasib opa, sizda qandaydir o'zgarish bor dedi. Shuning uchun keldim men siz oldingizga dedim. Yana mana undan o'lchab ko'ring, men o'zim undan o'lchadim. U o'lchadi, unikida ham shunday chiqdi. Uchoy ham bir xil chiqdi. Keyin bir xursand bo'lib ketdim. Voy, uning xudoyim, men ham sag'ir ketar ekanda deb qo'ydim. Keyin nima qilyapsiz dedi, shunday dedim. Stop diabet ana qiluvdi, shuni gaplashib ichyapman. Lekin ko'plar foyda topyapman deb aytdi dedi. Keyin o'zi non uncha yemas edim-da. Keyin shuni dori ichibman, orada non ham yeb yuraverdim. Lekin har kuni kechqurun ovqatdan keyin menda bitta dugonam bor. Ani hokimiyatning nariyada bir yoshlar maydoni bor. Shu yerga borib 4 kilometr, 3 kilometr, bir xil payt ertaroq 5 kilometr emas, bir aynalib chiqsa 1,5 kilometr shu aynalasi. Shunday qilib yurdik. Men 2-oyga bordim, 6-1 chiqdi. Keyin kechanda 3-oyda keyin topshirdim. Endi uning orasida to'y bo'ldi, to'yga bordim, yedim. Parhezni buzdingiz. Parhezni buzdim. 2 ta to'y bo'ldi. 7ga chiqibdi. Aytdim, bu endi dorim ham tugayapti. Lekin holatingiz yomonlashmadi. Holatim shunday yaxshi turibman, hech narsa o'zgarish yo'q. Og'riq, boshqalar, bezovta bo'lish.
mana hojatga chiqishlar ham normalni bo'lib qolgan. Endi qaytadan dori kamgina qolgan, bir 5 kunlikmi qolgandi. Uni ichdim. Keyin telefon qilib qoldi. Keyin shunday deb men aytdim, hozir ola olmayman dedim. Sizniki 5 kundan keyin tugaydi Nasib opa, bilasizmi? Deb bilaman. Nima qilasiz? Lekin ichkim keladi dedim. Ertaga pensiyam tushsa olay dedim. Ikkinchi, uchinchilarga tushib qoladi dedim. Hozir ola olmayman dedim. Chunki picha ana neto desam o'ylanib qoldim, mayli dedi. Keyin yana ertasiga telefon qildi-da, Nasib opa, o'ylanmang dedi. Bemalol olib ichavering dedi. Men sizni hozir aksiya ketyapti dedi. Shunga kiritib qo'ydim dedi. Endi yana ko'tarib yormang, yaxshi bo'lyapsiz, mana tuzalyapsiz dedi. Diabet ertalab och qarang'a diabeton ichardim. Kechki ovqatdan keyin metformin ichardim. Shu 15 kun chiqqandan keyin metformin ichmay qo'ydim. Uzil kesil tashladim metformin. O'sha ehtiyoj bo'lmay qoldi. Ehtiyoj bo'lmay qoldi. Endi tushgandan keyin bildimda, uzil kesil tashladim. Keyin mana diabetonni ham e'tiborsiz ichib qoldim. Ha, xohlasam icha, xohlasa ichmay. Esimga tushib qolsa ichaman, esimga tushmasa yo'q. Mana hozir sizlarga yolg'on o'zimga uchun 10 kundan beri uni ham ichganim yo'q. Umuman ximikat dori ichmayapsiz? Yo'q, ximikat 10 kundan beri ichganim yo'q. Keyin dadasi aytdiki, unday qilmang dedi, ximikatni ichib turavering dedi. Bu dori tugayotgan bo'lsa, yana uni qilma dedi. Ha, bo'pti dedim. Shuni ham borib aptam yo'q, ichganim yo'q. Endi hozir nechi bilmayman. Lekin holatingiz misol holatim o'shanday. Boy. Agarotda yuribsiz. Oyoqlarim og'riqlari yo'q, mana ana yerlar yaxshi bo'lib ketgan. Bemalol agrotimni ishini qilib yuribman. Kecha ona tomonda kecha sizlarni kutdim kelmanlar. O'sha vaqt o'tini yurib chiqdim. Mana qilib suv bor edi, kirmadimda. Bugun qasam yaxshi bo'lib qoldi. Bu yoqda yuribdim. Endi mana Nasib opa, mana sizdan 2 oy kuzatibsiz-ku. Ha, 2 oy kuzatdim. Olib ichgandan keyin ertaroq olsam ham bo'lardi degan hayol bo'ldi. Aytdim, shu bir hafta bilganimda og'amda bo'lar ekan. Men ancha vaqt o'tkazib qo'ydim. Endi bizni ko'rayotganlar orasida ham shunaqa qilib ikkilanib o'tirganlar bor. Ularga nima deysiz? Ha, yo'q, ikkilanmay ko'rdimi, bildimi, siraz olib ichsin. Keyin qudamga aytdim. 7-saqbo'za qudam, u ham sahir. Keyin qudag'i qanday dedi? Xudoga shukr, yaxshiman dedim. Sizda qandaydir o'zgarishlar bor dedim. Aytdim, dori ichayapman dedim. Giyohlardan dedim. Endi shuni foydasimi dedim. Hozir 6 ga tushgan dedim. Agar yo'q demasangiz dedim, siz ham siraz olib iching dedim. Yo'q dedi. Ha, 6-1 dedim. Keyin nomerini bering, nomerlarni yodda telefondan ko'rsatdim. Chiqibdi, doktorga chiqqan ekan, gaplashib, masalan, siraz yetkazib ketdi. Bu yerda holat qanaqa? U yoqda holat ham hozir yaxshi. Yaxshimisiz akatsam, yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat Xudoga edi. Menda dugonam bor, birga yuramiz dedim-ku. Unga 3 yil bo'ldi. Men aytdim, bekarki ikkilanyapsiz, shu tabletkani ichmang dedim. Ana shundan olib iching dedim. Men bekar 2 oy o'tkazib yubordim. Deb rosa har kuni chiqsam shunday gaplashamiz-da. Men aytdim, haligi gap yo'q deganda edim, har kim o'zining dardini aytadi. Oling deb rosa aytdim. Keyin esa olaychi kirib xo'jayiniga aytibdi. Qizlariga aytgan ekan, "Voy, men Nasib opa menga aytuvdi, aya aytganini qilmadingiz." Oling dedi, qizlar olmasangiz o'zimiz olamiz debdi-da, qizlar, o'g'illar o'ta jilibdi-da. Aytibdi-da, xo'jayin aytgan ekan. Unga ham mana qilib olib keldi. Ha. Mana hozir 20 kun bo'ldi. Kechqurun shunaqangi xursand bo'lyapti. Ha, Zulpinoy desam, "Ishonasizmi Nasiba?" dedi. 3-7 meniki dedi. Ishonmadim dedi. Xo'jayini ana qilibdi-da, "Sen yolg'on gapiryapsan. Olib o'zim o'lchayman" debdi-da, boshqatda xo'jayin yana o'lchapti. Oldin holati qanaqa edi? Oldingi holati Og'irmidi? sus bitib, oyoqlari og'rib yurardi-da, shuni ham yurishga taklif men qilganman. Yuring. Hozir qanaqa? Hozir rosa yengil. Uyqularim shunday zo'r uxlayapman dedi. Oqshom bir ochilib kelsa uxlolmasdim dedi. Mana suyaklarim qoqishib og'riyapti, mana boldirim og'riyardi. Voy, shuni olib iching dedim, oldi. Endi kecha bir ham xursand bo'lib rahmat aytayapti. Oyoqlarimda og'riyi ham qoldi dedi. Endi oldin qoqishib og'riyardi, lekin unday o'zi kamayyapti. Kamayyapti dedi-da. Endi bemalol chidasam bo'la, oldin chidolmasdim, to'pqa mazza surtardim, boshqa qilardim. Kecha xursand. Esa seni dedim, bizga dedim shu deb aytdi. Endi bilmayman rostmi, yolg'onmi. Hozir siz oldingizga kelib turib gaplashdim, shunday dedi. Kelishar ekan dedi. Rostdan dedi, ha desam. Voy, mencha yaxshi dedi. Siz ham mana qilavering dedim, sizga ham navbat kelib qoladi dedim. Voy, men juda ham yaxshiman, xursand. Keyin xo'jayin aytibdi, birdaniga 3-7 ga tushib ketdi.
yana sahar tushib ketsa ham yomon deydi. Bitta ana novatab, novacha qilib ichva deb xo'jayinni urishibdi-da. Yana u jo'rangda aytganini qilib, sahrini vobshe tushirib yuborma. Qo'y jo'ra ertalabda novacha qilib ichva endi debdi-da. O'zi o'lchagan shunday chiqqan. Yana boshqatdan xo'jayin ham o'lchapti-da, ishonmay. O'lchasa, unda ham shunday chiqibdi. Keyin xursand bo'lib, yo'q, shuni ham qo'y tushib ketmasin, bir piyola novacha ichva deb deydi. Xo'jayin Holati zo'r hozir. Holati rosa zo'r, yengil yuryapti. Men 82 kilo edim. Hozir 78 kiloman. Yaxshiman. Yana bir o'zimni hisobimda bir 2 kilo 3 kilo kamaysa deyman-da. Normada yengil bo'lib Normal, qoladi. yengil yaxshi yuraman. Bundan oldin shunday edim. Hozir rahmat sizlarga ham. Mana ikkilanib o'tirganlar bo'lsa, bizni ko'rayotganlar bo'lsa, hech ikkilanishga hojati yo'q. Prosta vaqt o'tkazgani qoladi, Vaqt to'g'rimi? o'tkazgan. O'zini o'zi qiynagani qoladi. Men ertaroq bilganimda ertaroq olib ichardim. Shu 2 oy kuzatganim ham pichona bo'ldi. Esa ancha ana bo'ladi. Nasib ekanda endi. Nasib, hali ham kech emas, Xudoga shukr. Shu. Insulin oy yurganlar chiqib ketibdi. Ha, insulin tabletkadan men. Ya'ni o'zimni o'zim shuni ishontirib qo'yaman-da. Shuda. Sen tabletka desa. Kimga ma'lumot kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, WhatsApp nomer, telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib mutaxassislardan ma'lumot olsa bo'ladi. Mana ochib ko'rsataylik, o'zi nima haqida gap ketyapti deganlarga. Mana stop diabet shunaqa bo'ladi. Korobkasi, mana bu yerda nomerlar yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana 55lik 503 0505. Mana pechatlangan holatda bo'ladimi? Ochamiz. Ochib ochganimizda mana Ibn Sino bobomizni nima deydi? Giyohlardan tashkil topgan. Mana bu yerda ochganimizda mana fito choy bo'ladi. Bu 1 oy 3 oyga yetadi shu bir korobkasi. 3 oyga yetadigan tabletkasi bo'ladi. 3 oyga yetadigan qora sedana yog'i bo'ladi. Tabletkasini tarkibida tuya suti ekstrakti, sachratqi, topinamur shunga o'xshagan 40 ga yaqin tabiiy giyohlardan tashkil topgan. Qora sedana yog'ini tarkibida boshqa firmalarda qora sedana yog'idan farqi, buni tarkibida 5 xil yog' bo'ladi. Qovoq yog'i, zaytun yog'i, zig'ir yog'i, rastarovsha yog'i va qora sedana yog'i. Bular bemorning ichak tizimini shlak toksindan tozalab, bemorda yeb ichganini vitaminlarini ichak orqali to'liq so'rilishini ta'minlab beradi, keyin qabziyatni ham yo'qotishga yordam beradi. Tabletkasi qondagi qand miqdorini normaga keltirishga yordam beradi. Fito choylari davlinalarni normaga keltirishga yordam beradi. Sizda davlina bormidi, yo'qmi oldin? Bor edi davlina. Hozir normada yuribdimi? Hozir normada yuribdi. Bunaqa fito choylari shunga yordam beradi. Bu shunaqa komplekt sotiladi, shu bitta korobkada sotiladi. O'zbekiston bo'yicha istalgan nuqtaga yetkazib berish bepul bo'ladi. Qachonki dorini qo'lingizlarga olgandan keyin to'lov qilasizlar, oldindan to'lov qilinmaydi. Dorini olganingizdan keyin sizlarga vrachimiz aloqaga chiqib, buni qachon ichish kerak, qanday ichish kerak, hammasini tushuntirib beradi batafsil. Va tushuntirib berilgandan keyin ham har 10 kun 15 kun ichida telefon qilib sizni holatingizdan xabar olib turishadi va oldingi 10 kunlik bilan keyingi 10 kunlik holatni solishtirib, misol ximik dorilarning dozasini kamaytirish kerak bo'lsa, kamaytirib yoki insulin oladigan bo'lsangiz, insulinni yedinsalarni sekin-sekin kamaytirib maslahat berib boradi va sizni natijaga erishishingizga bir sababchi bo'ladi. Inshaalloh mana shu kungacha mana Telegram gruppamizda ham bilasiz 30 mingga yaqin odam bor. Bu yerda yolg'on yoki boshqa narsa yo'q. Mana Nasib opamizga ham bir gap o'rgatmadik. O'zini mana qalbdan chiqqan qalbga boradi dedi. Mana sizlarga mana gaplari qalbingizlarga borgan bo'lsa kerak, hech ikkilanmasdan, o'ylamasdan sotib olsanglar bo'ladi. Mana pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqib ma'lumot olinglar. O'zi bu nima, bu ichida nimalar bor. Hammasini to'liq mutaxassislarimiz ma'lumot berishadi. Ma'qul kelsa sotib olasizlar. Ota-onasiga olib bermoqchi bo'lganlar bor. Nima deysiz ularga mana? Ular ota-onasi olib beraman degan o'g'illarim, qizlarim baraka topsin. Mana endi hammasi ota-onasi ular rohatini ko'radigan vaqt keldi. Endi bu Allohdan nasida dardni bergan Xudo o'z shifosini ham beradi. Faqat sababini qidirish kerak. Sababini qidirish kerak. Shu bolalar ham ota-onalarimiz bizni yaxshi kunlarimizni ko'rsin, yaxshi kunlarimizga hamroh bo'lsin deydi. Xursandchiligimizga sherik bo'lsin deydi. Duo qilishadi bolalarini olib bersa mana. Jonlari omon bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin, sizlarniki ham. Siz ham mana farzandlaringiz duo qilgan bo'lsangiz kerak. Ha, kuni-tun duo qilib o'tiraman farzandlarimga. Allohga shukr. 2 o'g'lim bo'lsa ham Xudoga shukr. Rizqi nasibamiz to'g'ri kelyapti. Endi biz qo'limizdan nima keladi? Duo qilish. Bir hovuch duo qilish,
boshqa iloj yo'q. Shunaqa. Hech ikkilanmasdan pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.